farzandingizni o'zini odatdagidek tutmasligi, tengdoshlardan orqada qolishligi, nutqini chiqmasligi va farzandingizdagi noodatiy xatti-harakatlar sizni xavotirga solyaptimi? Va siz yaqin oradagi mutaxassisga murojaat qildingiz. Mutaxassis sizga ZPR, autizm, rast deb tashxis qo'yib berdi. Va shunda ota-onani birinchi qiladigan ishi tushkunlikka tushish va endi nima qilamiz degan savolga javob qidirishi bo'ladi. Bugun men psixolog, logoped, defektolog, ebiterapevt Umida Jamalovna hamda ko'plab yillik tajribaga ega, tinib tinchimay o'z ustida doimo ishlaydigan reabilitolog Jafarova Muattar Majidovna amaliyot hamda nazariya isbotlangan natijalar bilan sizga aniq faktlar bilan javob berib boramiz. Barcha savollaringizga. Assalomu alaykum Muattar Majidovna. Tinib tinch emas, yoshiga qaramasdan har doim oila hamda karyerani o'z o'rnida qo'yib boradigan ayol sifatida sizni qarshimda ko'rib turganimdan baqoyatda xursandman. Birinchi savolim sizga, Muattar Majidovna. Sog'lom bachchalarga massaj ularni umumiy jismoniy holatini yaxshilash haqida ko'plab aytasiz. Lekin men auditoriyangizda sog'lom bolalardan tashqari ko'plab ozgina boshqacha orqada qolayotgan bolalar ko'raman. Aynan u bolalarga massaj nima uchun zarur? Ayniqsa autizm tashxisli bolajonlarga. Va alaykum assalom Umidaxon. Наконец-то mana shu podkastimizga yetib keldik. Anchadan beri shuni planlashtirgan edik. Juda ko'p uchraydi bu savollar meni praktikamda. Normotipichni bolalar va ozgina aqlan, jismonan orqada qolayotgan bachchalar haqida hozir bitta qilib javob aytib o'tmoqchiman. Ayniqsa hozir juda ham ko'p uchraydigan, afsuski, autizm bilan tug'iladigan bolalar haqida aytib o'tsak yaxshi bo'ladi. Normotipichni, ya'ni sog'lom tug'ilgan bachchalarda massaj mushaklarini umuman nima qilishga, mushaklarini rivojlantirishga, fizический aktivnostini oshirishga qaratilgan yoki davolovchi massaj bo'lishi mumkin. Autistik spektr bilan tug'ilgan bachchalarga massaj sensorni integratsiyasi buzilgani, ya'ni o'zini tanasini his qilmaydi bunaqa bachchalar. Massaj bilan biz bachchani qida turgani, atrof muhit qayerdan boshlanishini ko'rsatib o'tamiz. Shuning uchun autistik spektr bilan tug'ilgan bachchalara umuman prikosновение yoqmadi. Shuning uchun bizlar massaj bo'lganda prikosновение, ya'ni teginish bilan taktilni ishlab olib boramiz. Shuning uchun bizlar massajlarimiz aynan shunaqa bachchalarga, orqada qoladigan bachchalarga juda ham muhim rolga ega. Ya'ni autistik bachchalar ko'pincha oyoq uchida yuradi. Mushaklarini bo'shatamiz. Yoki gipotonichniy bo'lganda, naborot boshini kech ushlaydi, yoki belchasini yaxshi ushlamadi, ana unda ham massajni to'g'ri qilinsa, juda ham foydali. Tushunarli. Demak, siz aytib o'tmoqchisizki, sog'lom rivojlanayotgan bola 6 oyligidan, 4 oyligidan boshlab o'zini konечностьlarini, ya'ni qo'lini, oyoqchalarini qimillata olishini, his qilishini va nimagadir направить qilishini biladi. Lekin bizani bolajonlarimiz o'shani o'z vaqtida his qila olmaydi va bu his qila olmaganligini sizlar massaj orqali, massajni reabilitatsiya orqali ko'proq чувствовать qilishga yordam berasizlar. Shu o'rinda men o'zim shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. Orqada qolayotgan bolajonlarimiz uchun biz nevropatologdan lecheniya olamiz va lecheniyalarimiz to'qima darajasida yetib borishi uchun meni shaxsiy fikrim bu, isbotlanmagan, o'zim o'ylashim. Massaj olganda qon aylanishi yaxshilanadi va eng kerakli to'qimalaricha yetib boradi deb o'ylayman. To'g'ri. Eng asosiysi autizm haqida gapirib o'tyapmizki, uglубленно. Albatta bu nafaqat autizm, umuman fizически orqada qolayotgan bachchalara massaj, reabilitatsiya juda ham foydali. Ayniqsa bolani kutib o'tirish kerak emas. Masalan, 3-4 oyli bola уже bemalol qulchalarda qo'yganda, o'zi ayniqsa 2 oyli bola qo'lida turganda boshini bemalol ko'taradi, qornida yotganda. Lekin o'sha bolalar 3 oylik, 4 oylik bola boshini ko'tarmayaptimi? Yo siz yoniga ketib ko'zchalariga qarab 3-4 oyli bola, men sizga aytganman, boshdan ham tajribamiz boshda chaqaloq onasini ko'rib, ko'zini taniydi. Lekin mana shunaqa autistik spektrli bolalar onasini ko'ziga qarashni xohlamaydi. O'zini tanasini his qilmaydi. Qo'lingizga olsangiz, u injiladi-da, qo'lidan pasa qo'yishini xohlaydi va onajonlar bacham injilmasin deb yerda yotqizib qo'yadi. Kerakli, o'ziga приятный, o'ziga bolaga kerakli sharoiti shu deb o'ylab tashlab qo'yishadi.
bizlar massaj qilganimizda yo bolani mana shu injiqligiga qaramasdan olib kelib, taktilnisini, ya'ni teginganda kerakligidek ta'sir qilsak, ana unda bizlar bolalarni ranniy stadiyada autizmi bor bo'lsa ham jamiyatga qo'shilishga yordam beramiz. O'zini tanasini his qilgan holatda atrof muhitga bemalol qo'shilishga yordam beramiz.